O'zbekistonda hisobda premyera. Mana bu Jizzax Bongo 27:00 obunachi moshalarini Telekom hadovoyini chiqarib tashaldi. Mana hadovoyi batamom olib tashaldi. Va bunga hozir zavodskoy propan 159 motor, korobka, gaz balon qo'yilyapti. Chiroyli mashina mana. Hozir yonni ham zavodskoy propan nakleyka yopishtiriladi, shunga tayyorlanyapti. Mana buni bosiladi o'rtoqlar. 2022 mashinani hadovoyi Telekom bosiladi. Bu koreyskiy hadovoy, zavodskoy propan 159 ni hadovoyi mana bu. Ko'ryapsiz, juda ham baquvvat bo'ladi. Super ikkita porshinli bo'ladi. Mana bu barabani katta va qalin, yumshoq, yuk bilan tashamaydi. Mana yangi. Bu esa Jizzax Bongoni o'zini asl hadovoyi. Bunda super bitta porshin bo'ladi. Mana bu baraban nargichalik qalin bo'lmaydi. Mana Telekom chiqarib tashaldi buni. Va bunga bilasiz Jizzax Bongoniki 14 bo'ladi, mana o'ziniki. R14 bo'ladi mana. Bunga esa mana R15 bosilyapti mana. 195 R15 bosilyapti. Oldi ikkita, orqa R12 bo'ladi, R13 kumhol bo'lyapti mana. Hammasi sotuvda bor bizda. Endi mana bu o'rtacha xarajati $800,000 tashkil etadi. Xudo xolasa tez kunda bitkach obzorini qilamiz. Jizzax Bongon deyarli 70% koreyskiyga aylanyapti. Premyera tez kunda bo'ladi. Mana bu 2025 Bongoni motor, korobka, zbori holatda. Hozir buni startni bosib o't oladi. Obuna bo'lib qo'ying, tez kunda buni startni bosib o't oldirgan videosini sahifamga joylayman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qiling, like bosib, tanishlik ulashib qo'ying.